$745 evaziga Toshkentdan Umra safariga borishlari mumkin. Bu qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'rib tursalarni sizlarga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Borganlaringdan keyin sharoitlar qanaqa bo'ladi, to'liq masalalari qanaqa, qachonga reyslar bor deganlar uchun Xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotlar olib berishga harakat qilaman. Bugun Hikmat Travel ofisiga yetib kelganman. $745 evaziga Umra safariga borishlari mumkin. Agar sizlarda vizalaring bo'ladigan bo'lsa. Yo'q, men birinchi marta boryapman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, $845 evaziga borishlari mumkin. Narxlarimiz anchagina tushgan. Videoda oxirigacha ko'rib tursalar, Xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Bittadan like bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz videomizni boshladik. Abdug'offor aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, $745 rostdan borsa bo'ladimi? $745 Toshkent Jiddiy yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz agar vizalari bo'lsa. Vizalari yo'q bo'lsa ham $845. Xudo xolasa juda arzon narx. Zo'r. Xo'p, $845 dan Toshkent Jiddiy yo'nalishi bo'yicha qaysi chislovlarga bor deydiganlar uchun. Xo'p, 20-iyul kuni bor, 21-iyul kuni, 22, 23, 24, 25-iyul kunlari Toshkent Jiddiy yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz bor. Xo'p, 2026-yil 20-iyuldan 25-iyulgacha deyarli har kuni reyslarimiz bor. Har kuni reyslar bor. $845 dan yursalaring bo'laveradi. 14 kunlik umra safari. Vizangiz bo'lsa $745 bo'ladi. Viza bo'lsa $100 arzonlik ekan-da, deymi? Xo'p, yo'q, bizga Toshkent uzaqlik qiladi. Biz vodiydan uchmoqchimiz deydiganlar uchun vodiydan ham reyslarimiz bor. Vodiydan 20-iyul kuni bor va 24-iyul kuni bor. Bu Farg'ona Jiddiy yo'nalishi bo'yicha primoy reys bo'ladi. Buni ham narxi $845 bo'ladi. Narxi bir. Agar vizangiz bo'lsa, bu ham $745 bo'ladi. Bu ham 745 ga tushadi. Demak, vodiy ham Toshkent ham narxi bir xil narx. O'zlariga qulay bo'lgan joydan borsa bo'larkan. Zo'r gap yo'q. Endi mana narxlarda aytib o'tdik, sanalarda aytib o'tdik. Sharoitlar qanaqaki? Ko'pchilik narxi arzonlagandan keyin sharoitni sal qisqaradi deydimi? Shunaqa deb o'ylashar ekan. Sharoitimiz bir xil turibdi, xudo xohlasa. O'sha holati. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana hozir gastinisalarimiz uzoqligi Madina Munavvarada 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada 800 metr eng yaqini, xo'p 2 kilometr eng uzoq. 800 metrdan 2 kilometrgacha qaysi bir gastinisa bo'sh bo'lsa, o'shga tushadi. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Gap yo'q. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmatxona bo'ladi deydiganlar. 50 boshimiz iloji boricha billa borib, billa kelishadi. Keyin undan tashqari firma tomonidan beriladiganlar so'mka, kamzil, bejik beriladi. Vizalarni iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Qaytilayotganda keyin 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Qaytishayotganda 5 litr zamzam suvi har bitta odamga beriladi, gap yo'q. Xo'p, to'lovlar qanaqa bo'ladi deb o'ylanayotgan obunachilarimiz uchun xohlasalang ofisimizga kelib to'lov qilinglar. Xohlasalang onlayn joylaring bron qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarida bor. Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi u viloyatlar deydiganlar uchun shu nomerlarimizda WhatsApp, Telegramlar bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Telegramdan, WhatsAppdan qandaydir jindekkina zakolat tashlaydi. Shu viza pulini $50 mi, $100 mi qolganini aeroportda berishaveradi, muammo bas. O'zlariga qulay bo'lgan yo'lda bemalol bunaqa qilsa bo'lar ekan. Xohlasalang onlayn to'lov qilinglar, xohlasalang offlayn. O'zim borib naqalarni litsenziyalarni ko'raman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa ham aytib o'tishdi. 3 ta joyda ofislar bor. Telefon qilsalaring, kelishdan yarim soat oldin lokatsiyalar tashab beriladi. Xohlasa bemalol borib, hammasini o'zlaring ko'zlaring bilan guvoh bo'lib, xohlasalang to'liq qilib ketishlaring ham mumkin. Yo'q, aytganmiz, zakalat tashab ketmoqchiman deydigan bo'lsalar, bemalol zakalatdan tashab ketishlaring mumkin. Qaysi bir udobli bo'lsa o'sha o'zlariga qulay bo'lganiga Xudo xolasa borishda bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiryapmiz, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlari, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa telefon qilaveringlar, Telegram, WhatsApp hamma narsa ishlayapti. Videomiz yoqgan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysanlar, Xudo xolasa birinchilardan bo'lib videomiz chiqib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda